Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan o'zimizning xonadondan bir dona toza qonli Golishten priz buzog'imiz bor akalarim. Ma'qul kelganiga videoni qisqa qilamiz. Sotiladi xudo xolasa akalarim. Telefon qilaverasizlar. Bir dona so'rayotgandilar, mana bir dona bo'lsin, zo'r bo'lsin. Zot olish uchun ham bo'laveradi. Mana shoxlari to'qol, oyoq qo'li baquvvat. 5 oylik atrofida bo'ylarini o'lchadim. Bo'ylarini o'lchadim akalar. Bo'ylarini hozir o'lchab realni ko'rsataman. Akalarim, mana realni ko'ringlar bo'ylarini, mana. Ko'ryapsizlar-a? Bo'ylarini 1.13 deylik. Mana 1.13 sm deylik. Chunki men engashib turibdi-da. 1 sm yana plus minus bo'lishi mumkin akalar. 1.13 sm plus minus deylik. Xudo xolasa 1.10 plus ham deyoringlar akalar. 1.10 sm plus deylik. Xudo xolasa shu nasl uchun Golishten priz buzog'imiz sotiladi. Mana oyoq qo'llari baquvvat. Mana xudo xolasa tonna qilaman desanglar, tonna qilaverasizlar. O'zi ko'ryapsizlar, 2 oylik buzoqlarni 15 million, 14 million chiqarishib boryapti. To'g'risida akalar. Pulini yengil beramiz. To'g'risida buni hozir bo'yi 1.13 sm 5 oylik deb turib 18 million narx qo'ymayman, to'g'risi akalar. 18 million emas, 17 million emas. 15,5 million so'm bo'lsa, bir dona-yu dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar, aloqaga chiqaveringlar. Bozordagi 15 millionlik hashaki molni ham bo'yini bir o'lchab qo'yaverasizlar akalar, metr bo'lsa. Mashincha chiqsa chiqadi. Hashaki mol. Xudo xolasa, hashaki molni puliga yaqin. Mol olishda adashmanglar. Yeb ichishi o'ta xo'ra akalar. Yeb ichishi o'ta xo'ra. Mana shu buzoq akalar. Arqa oldi balat. Mana yeb ichishlari akalarim. Bir dona olaldik xolos. Yeb ichishlari zo'r. Xudo xolasa 15 million 500 ming so'm bo'lsa akalarim, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida akalar. Yangi tug'ilgani 10 million so'mga hozir bermayapti. Bozorda ham kamda bunaqa mollar. Kamdan kam chiqadi. Fermadan 15 millionga olib, bozorda 14 million narx qo'ymaydi. Hashaki molga taqqoslab olmaysizlar akalarim. Xudo xolasa hamma joyga solishtirib ko'ringlar. 12 ta emas, 13 ta viloyatga solishtiringlar narx-navoni. 15,5 million so'm bo'lsa, ozgina xayri bor. Golishten priz toza qonli mol akalarim. Ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xayri ozgina bo'ladi, ko'p emas xayri akalar. Dastlabkasi ichida deyapman. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida 15,5 million so'm ozgina xayri bor. Ma'qul bo'lgan odam telefon qilib, ana qilaversin. Hech qanaqa nuqsoni yo'q, yeb ichishi zo'r.